Assalomu alaykum obunachilar, sizlar bilan men Navombek. Hozir sizlar bilan qurgan uyimni ko'rsataman. Birinchi bo'lib bir balolar qilishimiz kerak. 1 2 3 Adam, to'xtatib olay. Mana endi bo'ldi. Do'stlar, balolar mening 3 qavat ko'rinishga deba. Ajashim balolar mana shuncha narsalarim bor. Mana shu yerda kiyimlarim, bir asboblarim bor. Lekin mayda ovqatlar, lekin mayda o'tirsa bo'ladi, lekin mayda yotsa bo'ladi. Yotsa bo'lamdi, turib nima qilib yotsa bo'ladi. Lekin bu fonarni o'chirib yotsa ashaqsi bo'ladi. Lekin mana 2-qavat. Lekin men 3-qavat. Mana 1 2 men narsalarim. Lekin mana bu mana shu 3-etaj, mana 1-etaj, 1-etaj, mana 2, mana tepadagi 3. Chunki mana bor. Mana endi qo'yib turib, padan qalli palarlarni o'chirib yoqsa bo'ladi. Endi mana eng chiroylisi menga yoqqan xonasi mana. Do'stlar, like'larni bosib ketamiz. Do'stlar, bunachalar iltimos like'larni bosinglar. Iltimos, sepman sizlarga.